Kolxozimizda yana bir yangilik. Yangi biznes. Xitoy toza tovarlari. Xitoyda o'zidan kelyapti. Hamyonbop. Xili ko'p, xili bir 40 xil bolajonlarga ayniqsa ko'p ekan. Maktab o'quvchilariga, hamyonbop ota-onalar uchun. Bir ukamiz yangi biznes boshlagan, Murodjon Barakayev xonadonda. Mana Xudo xolasa tovar kecha kelgan, tovar taxlab hali uspet qilishgan yo'q. Bemalol kelib, ko'rib bemalol kelib ota-onalar ayniqsa kelib bolalariga mana hamyonbop narxda qo'yabzallar. Toza Xitoy. Juda sifati zo'r ekan. Hozir men o'zim ko'rib aylanib panoh qilyapman. Hali uspet qilganimiz yo'q, taxlashga uspet qilingan yo'q, lekin juda xili ko'p krossovkalarni. Bolajonlarga juda ajoyib, qizlarga, bolalarga juda ko'p ekan. Uni ko'rib faqat bu yerda kelib, o'sha yoqqanini tanlasa bo'ladi. Hali tovarlarimiz ko'p, ochilmagan. Murodjon, bizneslaringizga, anularingizga hammasiga omad. Yangi ishlarni o'qibsiz. O'sha mahallamizga Xudo xolasa mana yaxshi yangilik bo'libdi. Ko'p narsa bo'yicha o'zi mahallada biz reklamada o'zimiz shunday akalar, ukalar anonsda yuribmiz. Bu ham zo'r biznes. Mana hamma sharoit bor. Hozir bu yerga hali polkalar qilinadi. Hamma sharoit qilib taxlanib bemalol tanlaydigan sharoit qilinadi. O'shaning uchun mana kelib bemalol tanlab mana shu krossovkalarni bolajonlarga, o'zingizga, kattalarga ham bor. Har xili olishlaring mumkin. Manzil o'zimizning Navoiy kolxoz eski hammom bekati, o'tganda Murodjon Barakayev xonadoni. Bemalol kelaverasizlar.